Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana biz navbatdagi obyektimizni ham bitkazib oldik. Sizlarga qisqacha obzor qilaman. Mana bu yerga 2 metrlik рабочий stol yasadik. Saksonga 2 metr bo'ldi. Bu yerga 30 litrlik qozonimiz, yoniga stoli bor. Mana bu mangalimiz bo'ldi. 80-90 talik. Bu yerga 60 litrlik bir putlik qozonimizning joyi. Bu rakvinamiz, yoniga robot stol va gaz plitamiz bo'ladi panelni. Chornovoy variant bo'ldi. Mana shunday ko'rinishga ega bo'ldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.